Assalomu alaykum azizlar, omonmisizlar. Hammalarga xayrli kech. Bundan chamasi 3 kun oldin zubor tashkil qilingan edi. Bu zubor mana bu video uchun tashkil qilingan edi. Marhamat. Qizchani ko'ryapsizlar, beroq kelinglar. Lavlarini qaranglar, ko'karib ketgan. Qizim bitta tilingizni chiqaring. Mana qarang. Oyoqlarini qaranglar, ko'karib ketgan. Mana. Ko'ryapsizlar? Qaroyib ketyapti. Nahotki shu qizchani ko'rib ham rahmimiz kelmasa-da, shu videoni tuzorsalar. Men uchun emas, mana shu qizchaga biz Tojikistonning Konibodon shahriga kelyapti. Hukumat operatsiya qilamiz deyaptilar. Hukumat operatsiya qilsak endi tuzolar ekan, unda ham nega yurmaydi. Shu faqat yuragi tuzolar ekan. Turmush o'rtog'ingiz ham ko'zi qiram. Turmush o'rtog'imni ham ko'zlari yaxshi ko'rmaydi. Lekin shu bolalarimiz uchun, biz uchun borlarsa tashlaydilar. Mana azizlar, videoni ko'rdilaring. Albatta bu narsaga befarq bo'lmaymiz. Jami 3 kun deganda meni hisobimga Sberbank kartamga 85.900 rubl pul tushdi. VTB bankimga 41.500 rubl pul tushdi. T-bank ya'ni Tinkoff bankimga 22.300 rubl tushdi. Nalichka olib kelib berishdi, 7.000 rubl nalichka olib kelib berishdilar. Jami 156.700 rubl meni hisob raqamga tushdi. Xudo xolasa bu pullarni ertaga kerakli insonlarga chiqdik, yetkazib beradilar. Qizilnur, Konibodon shahri Qizilnur qishlog'i uchun va mana shu qizcha uchun, mana shu qizchani ahli oilasi uchun yig'ilgan pullar. Xudo xolasa ertaga yetkazib berishadi. Albatta yana videosini chiqaramiz. Mana shu videoni tarqatinglar. Kimdaki yuragida atab qo'ygani bo'lsa, xayr-ehson qilaman deganlar mana shu kartalarimga tashlaysizlar. Inshaalloh yetkazib beramiz. Xayr-ehsonlaringni dard berguvchi Alloh, shifo berguvchi Alloh, biz sababini qilamiz. Xudo xolasa Alloh taolo shifo berib, mana shu qizchamiz ham oyoqqa turib, oilasi bag'riga va bu xabarlaring bor. Bu ayalarini ham rak kasallari bor. Xo'jayinlarini ham, turmush o'rtoqlari ham ko'zlari xira, sog'da qolgani uchun mana panjalari ham kesilgan. Nogiron, turmush o'rtoqlari ham nogiron. Albatta Alloh sinovlardan chiroyli chiqarsin, chiroyli sabr bersin. Biz faqat albatta duo qilamiz va sababini qilamiz. Salomat bo'linglar azizlar. Videoni istoriyalarga qo'yinglar, tarqatinglar. Har bir yaxshilikka ulashganlarning savobidan kelib turadi sizlarga ham. Salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.